Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga ishonchli va garantiyali turfirma oqtaryapsizmi? Mana shu video siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyining 25-sanasigacha juda katta aksiya e'lon qilingan, ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Albatta videomiz boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Nizomiddin hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Assalomu. To'g'risi aka, men videoni bugun juda ham ko'tarinki kayfiyatda video syomkamni boshladim. Ya'ni bizni ashaddiy obunachilarimiz uchun maxsus videorolik bo'ladi desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi juda ham zo'r chegirmali narxlar, ya'ni standart plus paketlarida komfort paket bilan birlasha oladigan paketlarga ya'ni chegirmalar e'lon qilinibdi. Xudo xolasa video davomida barchasini yoritib berishga harakat qilamiz. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi va qaysi sanalarimizga reyslarimiz qayerdan bor, shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsak. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli Aslbek Uz ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar, hamshaharlar. Xo'p, bizda hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 2 kun Madinada, 12 kun Makkada bo'ladi. Xudo xolasa, reyslarimiz hozirgi kunda Toshkentdan 27-dekabrga reyslarimiz qolgan. Telefon qilsalar yana batafsil ma'lumotlar beramiz. Xo'p, 25-dekabrgacha bizda hozirda Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda hamda Namangan Jidda primo reyslarimiz bor. Mana shu videomiz oxirigacha ko'rsalaring. Narxlarini juda ham arzon qilib beramiz. Ko'rganlarga afsus qilmaysizlar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin do'stlar. Biz sizlarga eng ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holidaysni tavsiya beramiz azizlar. Xo'p, hoji aka, bundan tashqari, ya'ni 25-dekabrga qadar vodiydan reyslarimizga chegirma e'lon qilingan deyildi. Ya'ni Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlar. Primo reyslar. Xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, bundan tashqari sayohat va ziyoratlarimiz va firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham bir qisqacha ma'lumotlar berib o'tsak. Xo'p, bizlarda umra safarimizda 14 kunlik bo'ladi. 2 kun Madina, 12 kun Makka bo'lsa, 10 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Madinada va Makkada, hattoki Qizil dengizimiz ham bor. Bunga qo'shimchasida 50 bosh ilm hamrohligida Toyif shahriga ham ziyoratlarni amalga oshiramiz. Xudo xolasa. Xo'p, bulardan sanab o'tsak, Madinada xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, xurmo bog'larida kechki oshlar, pikniklar va qo'shimcha yana bir qancha ziyoratgohlarimiz bor Madina shahrida. Xo'p, Makka shahrida esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz, aytib o'tganimizdek Toyif shahriga ham ziyoratlarni amalga oshiramiz. Xudo xolasa, ya'ni bir marta to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyatiga ham ega bo'ladi obunachilar. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling azizlar. Biz sizlarga zo'r taklif berdik. Tanlov o'z qo'lingizda. Aslbek hoji yana bitta ma'lumotni berib o'tkazishimiz kerak. Bu qo'shimcha bo'ladi. Sulaymon Rojihiyda kechki oshlarimiz va pikniklarimiz, qo'shimcha ziyofatlarimizni ham tashkil qilganmiz. Mashalloh. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyatdan foydalanib qoling. Ya'ni bu standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri bo'ladi do'stlar. To'g'risi ekonom paketlar ham bor. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda har xil narxlar, misol 800-850 dollar, 900 dollardan ham reklamalar qilinyapti. Lekin shart-sharoitlari shunga qarab bo'ladi. Ya'ni qancha narxi arzonlagan sari shuncha sharoitlari ham, misol gostinitsa orollari ham uzoqlashaveradi. To'g'rimi, shundaymi qarang? Xudo xolasa, Nizomiddin hoji aka, yana bir narsani inobatga olib qo'yaylik. Hozirgi kunda obunachilarimiz tomonidan Aslbek Uz kanalidan qo'ng'iroq qilyapman deganlarga aytilgan narxlardan ham yana bonuslar qilib beramiz. Bitta oiladan, 5 kishidan ortiq oiladan
bitta oiladan ketayotgan bo'lsa, narxlardan ham chegirma qilib beramiz, qo'shimcha bonuslarni ham qilib beramiz. Xudo xohlasa. Bemalol aloqaga chiqishaversin. Gap yo'q. Firma tomonidan beriladigan sovg'alarimiz haqida ham ma'lumot bering. Xo'p, firma tomonidan biz ziyoratchilarimizga mana bunday bejilarimizni beramiz. Centrum Holdings nimasi tushirilgan. Bularda albatta Madinada va Makka shahridagi gostinitsalarimizni lokatsiyalari va 50 boshlarimiz nomeri yozilgan bo'ladi. Xo'p, biz samolyotda mana bunday yostiqlarni beramiz. Bemalol samolyotda borib kelishlari uchun bo'yinlariga taqib olib, dam olib ketishlari mumkin. Bu ham firma tomonidan beriladi. Agar bu firmamizdan tashqari olinadigan bo'lsa, bozorlarda 200 ming, 300 ming so'm turadi. Bu lekin bir marta to'lovni ichiga kiradi bu ham. Shu to'lovni ichida. Albatta. Mana bunday kamzillarimiz bor. Bemalol belikan razmerlari, yosh bolalarga ham bemalol razmerlarimiz bor. Xo'p, mana bunday so'mkalarimizni ham beramiz. Xudo xolasa, firmamiz tomonidan bemalol borib kelgandan keyin yana boshqa mahsulotlarga ishlatsa, narsalarga ishlatsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq bog'laning. Agarda musofirdan kuzatib turgan aka-uka va opa-singillarimiz bo'lsa, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, joylarini bron qilishlaring mumkinsizlar. Xo'p, Hoji aka, yana bir narsa, endi kulminatsion jarayon, bu ko'p gapirmaylik-da, narxini tarz aytaylik. Vodiydan 25-sanagacha narxlarimiz nech pul va vohadan 27-sanaga Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reysimizning narxi nech pul? Aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, Vodiyni birinchi e'lon qilamiz. Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda yo'nalishi hamda Namangan Jidda yo'nalishlarimiz 25-dekabrgacha haftada 2 marta reyslarimiz bor. Xo'p, $900 siz obunachilaringizga qilib beraman, albatta vizasi borlarga. Bo'lmasa, vizasi yo'qlar bo'lsa, $1000 dan bemalol telefon qilishaversin, ammo joylarimiz soni oz qolgan, ulgurib qolsin. 25-dekabrgacha $1000 dan mana shu narximiz bemalol telefon qilishaversin. Farg'ona hamda Namanganga. Xo'p, 27-dekabr kuni Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz $1150 dan, bunga ham joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Bemalol Toshkentdan uchadiganlarimiz bo'lsa ham bemalol telefon qilishaversin. Primoy Toshkent Madina yo'nalishlari albatta 50 boshlari bilan birga borib kelishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, agarda vizangiz bo'lsa $900 dan Vodiydan, vizangiz bo'lmasa $1000 dan to'g'ridan-to'g'ri parvozlar standart Plus paketida Centrum Holidays bilan birgalikda safaringizni amalga oshirishlaring mumkin azizlar. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Joylarni bron qilish uchun. Xo'p, to'lovlarni bizga Vodiydan bo'lsa bemalol Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasiga kelsa ham bo'laveradi. Oriental stansiya vokzaliga kelsa, o'zimizda mana shu yerda kassalarimiz ham bor, cheklarigacha taqdim qilib bemalol joylarni bron qilib ketishaveradi. Mabodo bizni uzoqdan, musofirdan kuzatayotganlar yoki boshqa viloyatlardan kuzatayotganlar bo'lsa, onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Quyidagi raqamlarga telefon qilinsa, Telegram, WhatsApp orqali bizga bemalol bog'lansa, bizga shu Zagram pasportlarni taqdim qilishadi. Biz bularga Centrum Holidays'da bank shot raqamlarini beramiz. Albatta shu shot raqam orqali o'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirishsa, joylari bron hisobida o'taveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyatdan qo'ldan boy bermanglar, bemalol bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va qulayliklar, shart-sharoitlarda xudo xolasa mana operatorlar tomonidan Nizomdin hoji akamizga aloqaga chiqsalaring, sizlarga shart-sharoitlar, u yerdagi minglab ziyoratchilarda ziyorat qilib yurgan sharoitlari, oziq-ovqatlari hammasini mana shu gruppalarga joylab borishadi. Xudo xolasa, siz obunachilarimiz ham mana shunday ziyoratchilarning qatorida ko'rib turganimizdan juda ham xursand bo'ldik deb ko'rishlik nasib qilsin deb qolamiz do'stlar. Xudo xolasa, niyat qilganlar kommentariyada niyat qildim, inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratlariga borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Sizlarga qo'limizdan kelganicha ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Niyat qilgan bo'lsangiz ham bitta like bosib qo'ying do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admin Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday chegirmalar va yanada bonuslar ko'payaversin. Ya'ni Centrum Holidays jamoasi yanada rivojlanib, butun O'zbekistonimizni xizmatini qilishdan to'xtamanglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar.